Siz kuniga 10 soat ishlaysiz, lekin nega boylar sizdan kam ishlab 10 barobar ko'p topadi? Bu adolatsizlik emas, bu oddiy matematika va psixologiya. Mana aytchi haqiqat. Birinchi fakt, Pareto qonuni dunyo boyligining 80% odamlarning atigi 20% ga tegishli. Chunki ular vaqtini emas, natijani sotishadi. Siz esa vaqtingizni pulga almashtiryapsiz. Vaqt esa cheklangan. Ikkinchi fakt, Richard effekti. 2025-yilda eng ko'p daromad keltiradigan narsa bu mehnat emas, balki kod va media. Boylar uxlayotganda ham ularning videolari, dasturlari yoki pullari ular uchun ishlaydi. Sizda shunday tizim bormi? Uchinchi fakt, qiyin mehnat qadrsizlanmoqda. Stanford tadqiqotlariga ko'ra, daromad farqining faqat 20% mehnatkashlikka bog'liq. Qolgan 80% bu to'g'ri qarorlar va kamyob ko'nikmalar. AI davrida qattiq ishlash emas, aqlli boshqarish g'olib bo'ladi. Xo'sh, siz qachongacha faqat qora mehnat bilan boyimoqchisiz? Aqlli ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling va start deb izoh qoldiring.